Gentra haydaydigan akalarimiz uchun kichkinagina savol: nima sababdan avtomat korobkani antifriz radiatori xuddi shu holatga o'xshab uzoq muddatga xizmat ko'rsatmaydi? Именно Gentrada mexanikada antifriz radiatori uzoq yillar davom etib keladi, ya'ni xizmat ko'rsatib keladi. Sizlar javobinglarni kommentariyada yozguningizcha qanaqa zapchastlar qo'yilayotgan, nima xizmatlar ko'rsatayotganimizni ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, antifriz radiatorining Luzar brendidan 2 yil garantiyasi bor. Xudo xolasa radiatorlarni qo'yib beryapmiz. Garantiya talonlari ham bor. Antifriz sistemalarga, antifriz kam ko'pligiga vaqtida qarab yursanglar, xudo xolasa 3 yil 4 yil ham xizmat ko'rsatadi. Switchlari ham o'z vaqt soati yetib kelgan, sifatsiz benzin quyganlari sababli ularga Starvolt firmasidan hop garantiyasi bor. Switchlarni ham ustanovka qilib beryapmiz. Injektorlarni ham birsida tozalab, zasnonkalarni ham tozalab, xudo xolasa bonusiga motorning atseklarini chiroyli qilib mo'yka qilib beramiz va switchlarga ham garantiyaning talonlariga garantiya yozib beramiz. Avtomaster o'ziga murojaat qilasizlar. Qanaqa zapchast, kafolatli zapchastlar kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha xudo xolasa yetkazib berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar.